Assalomu alaykum aziz muxlislar, kanalimizga xush kelibsiz. Bugun dasturimizda Andijonda 65 yoshli erkak qo'shnisining voyaga yetmagan nogiron qizini muntazam zo'rlab kelgani aniqlandi. Dehqonobodda o'rta asrlarni eslatuvchi maktab filiali borligi ma'lum bo'ldi. Shaxsiy mashinasini xodimiga yuvdirgan poliklinika bo'lim mudirasi jarimaga tortildi va kunning boshqa muhim xabarlari. Andijon viloyati Paxtaobod tumanida voyaga yetmagan va nogiron 16 yoshli qizni zo'rlab kelgan 65 yoshli erkakka nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atildi. Bu haqda viloyat ichki ishlar boshqarmasi axborot xizmati xabar berdi. Qiz ikkinchi guruh nogironligi bo'yicha ro'yxatda turadi va o'z tengdoshlariga nisbatan aqlan zaifroq. Shu bois u o'z vaqtida o'zi bilan yuz bergan holatlarni anglay olmagan. Qizning onasining so'zlariga ko'ra, ushbu hodisa bir necha marotaba sodir bo'lgan. Jabrlanuvchining onasi ma'lum qilishicha, u qizining ilmga chanqoqligini ko'rib, odamlarga qo'shilsin degan maqsadda maktabga o'qitishga qaror qilgan. Pandemiya vaqtida onlayn tarzda o'qishi uchun unga planshet sotib olib bergan. Internetdan foydalanish davomida qiz tasodifan pornografik videorolikka guvoh bo'lgan va uni onasiga ko'rsatib, "Bu baxtli hayot, falonchi amaki aytdi" deya o'zi va qo'shnisi o'rtasida yuz bergan holatlar haqida aytib bergan. Ona ilk marotaba shunda qizi 65 yoshli qo'shnisi tomonidan zo'rlanayotganligini bilib qolgan. Qaynotam, kelin bir umr nogiron boqib uyda o'tirib qoldingiz. Siz ham bundoq ishga chiqib odamlarga qo'shiling deganligi uchun tumandagi tikuv fabrikasiga ishga joylashgan edim. Pandemiya vaqtida uyimiz derazalarini mixlab qo'ygan edik. Qo'shni o'zining g'arazli maqsadiga yetish uchun ana shu mixlarni sug'urib derazadan tushgan va har gal shu deraza orqali uyga kirib turgan. Qizimni esa onangga aytma, baxtli bo'lasan, qizim, nogiron bo'lganing uchun senga bu haqda gapirishmagan. Aslida hamma shunday qilib erga tegadi kabi so'zlar bilan aldab kelgan. Og'riqni qoldirish maqsadida yoki homilador bo'lib qolmasligi uchunmi gripp bo'lmaysan deb qizimga allaqanday dorilar ichirib kelgan, deydi qizning onasi. Ona ayrim sabablarga ko'ra qizi oxirgi marotaba zo'rlanganidan bir oy o'tib tuman ichki ishlar boshqarmasiga murojaat qilgan. Biroq ish qizning o'z xohishiga ko'ra yuz berib kelganligi vaji bilan tugatilgan. Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasining ma'lum qilishicha, 26 sentyabr kuni Paxtaobod tumanida yashovchi fuqaro tuman ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i nomiga ariza bilan murojaat qilib, o'z arizasida qo'shnisi voyaga yetmagan qizi bilan 3-4 oydan buyon jinsiy aloqada bo'lib, unga nisbatan uyatsiz, buzuq harakatlar sodir etganligini ma'lum qilgan va qo'shnisiga nisbatan qonuniy chora ko'rib berishni so'ragan. Ushbu murojaat shu kuni Paxtaobod tumani ichki ishlar boshqarmasi navbatchilik qismi tomonidan ro'yxatdan o'tkazilib, tuman tergov bo'limi tomonidan tergovga qadar tekshiruv harakatlari olib borilgan. Tergov harakatlari jarayonida sudga oid tibbiy fizika, texnika va psixiatriya ekspertizalari o'tkazilgan. Tekshiruv harakatlari yakuniga ko'ra, qo'shnisi voyaga yetmagan nogiron qiz bilan 2018-yildan buyon uning 16 yoshga to'lmaganligini anglagan holda jinsiy aloqa qilib kelganligi aniqlangan. Mazkur holat yuzasidan Paxtaobod tumani ichki ishlar boshqarmasi huzuridagi tergov bo'limi tomonidan 4-noyabr kuni qo'shnisiga nisbatan Jinoyat kodeksining 128-moddasi 1-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, hozirda tergov harakatlari davom ettirilmoqda. Qoraqalpog'istonning To'rtko'l tumanida shaxsiy mashinasini xodimiga yuvdirgan poliklinika bo'lim mudirasi 1,115,000 so'm jarimaga tortildi. Ma'lum bo'lishicha, To'rtko'l tumanidagi 2-son poliklinika bo'lim mudirasi ish vaqtida shu poliklinika farroshiga o'zining Nexia 3 avtomobilini yuvdirgan. Voqea aks etgan surat ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgach, mudira jarimaga tortilgan. Huquqshunos Xushnudbek Xudoyberdiyevning yozishicha, mudira Mehnat kodeksining 177-moddasi 2-qismi talablarini buzgan. Unda ish beruvchi xodimdan uning mehnat vazifalari doirasiga kirmaydigan ishlarni bajarishni, qonunga xilof yoki xodim va boshqa shaxslarning hayoti va sog'lig'i uchun
xavf tug'diruvchi, ularning sha'ni va qadr qimmatini kamsituvchi harakatlar qilishni talab etishga haqli emasligi belgilangan. Shu sababli tuman davlat mehnat huquqi inspektori mudirani ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 49-moddasiga asosan bazaviy hisoblash miqdorining 5 baravari, ya'ni 1,115,000 so'm miqdorida jarimaga tortgan. Qashqadaryo viloyatining Dehqonobod tumanida o'rta asrlarni eslatuvchi maktab filiali borligi ma'lum bo'ldi. Bu haqda Daryoga xabar bergan tuman hokimligi axborot xizmatining yozishicha, mazkur maktab tumandagi 79-maktabning 1988-yilda Hashar yo'li bilan qurilgan filiali hisoblanadi. Ta'kidlanishicha, mazkur filialda Konsoy qishlog'ida yashovchi 35 nafar o'quvchi tahsil oladi. Dehqonobod hokimi Zoir Aliqulov va prokuror Laziz Hamrayev bundan 40 kun ilgari tumanning Konsoy qishlog'idagi 79-maktab filialida bo'lib, o'rta asrlarni eslatuvchi filial binosida tahsil olayotgan o'quvchilar bilan muloqot qilgandi. Hokim 35 nafar o'quvchi tahsil oluvchi filial binosi ayni kunga kelib foydalanishga yaroqsiz bo'lib qolganini inobatga olib, binoni yangilashga qaror qilgandi. O'tgan 40 kun ichida maktab mahalliy budjet mablag'lari hisobiga qayta ta'mirlandi, deyiladi hokimlik axborot xizmati bergan ma'lumotda. Aytilishicha, mazkur maktab filiali tuman markazidan 21 kilometr uzoqlikdagi 35-40 ta xo'jalik istiqomat qiluvchi qishloqchada joylashgan. Hokimlik axborot xizmatining aniqlik kiritishicha, tumanda 2016-yildagi hisob-kitobga ko'ra 17 ta shunday filial bo'lgan. Ayni kunga kelib shunday maktablarning 11 tasi ta'mirlanib, zamonaviy ko'rinishga kelgan. Qolgan 6 ta filial ham rejaga kiritilgan bo'lib, tez orada ta'mirlanib, muammolar bartaraf etiladi, deydi tuman hokimi Zoir Aliqulov. Ancha yillardan beri ta'mirtalab ahvolga kelgan maktab binosi hokim Zoir Aliqulov va prokuror Laziz Hamrayev tashabbusi bilan yangilandi. Bu nafaqat farzandlarimizni, biz ota-onalarni ham quvontirdi, deydi ushbu maktabda 25 yil farrosh bo'lib ishlagan Anna Momo Ergasheva. Filial binosi ochilishida ishtirok etgan hokim va prokuror o'quvchilarga 50 dona badiiy kitob sovg'a qilgan. Tadbirda o'quvchi va o'qituvchilar bilan muloqotga kirishgan hokim esa kitobga mehr qo'yish lozimligini ta'kidlab, o'quvchilarga darsdan tashqari vaqtlarida kitob mutolaasi bilan mashg'ul bo'lishni tavsiya qilgan. Eslatib o'tamiz, avvalroq Chiroqchi tumanidagi 61-maktab filialining qo'rqinchli sinfxonalari ijtimoiy tarmoqlarda ko'plab muhokamalarga sabab bo'lgandi. Mazkur haqiqat ommaga oshkor bo'lgach, dastlab viloyat xalq ta'limi boshqarmasi, so'ngra Chiroqchi tuman hokimligi mazkur haqiqatni aytganlarni yolg'onchilikda aybladi. Omma e'tibori qaratilgan sinfxonalarga o'tin kiritib, bu yerda dars o'tilmaydi deya yolg'on gapirgan direktor keyinchalik haqiqatni tan olgach, viloyat hokimi uni lavozimiga noloyiq deb atagandi. Prezident Shavkat Mirziyoyevning 2020-yil 12-13 noyabr kunlari viloyatga qilgan tashrifi chog'ida hududda bunday filial maktablar borligi tan olinib, ularni ta'mirlash va yangilash uchun respublika byudjetidan 250 milliard so'm mablag' berilishi ma'lum qilingandi.